Jamshid aka, quruvchilar tomonidan kelishilgan shartnoma bajarilmadi. Shartnomani bekor qilmoqchiman. Nima qilishim kerak? Sudga beraymi? Abdulloh, bu bugungi kunda ko'p uchraydigan holat. Hozir ishni sizni foydangizga hal qilish uchun nimalar qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Albatta, iqtisodiy sudga ishi tushgan har bir tadbirkor ish uning foydasiga hal bo'lishini xohlaydi. Buning uchun nimalar qilish kerak? Sudda ishni yutish uchun birinchi navbatda yuridik jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan shartnoma hamda mazkur shartnomani ijro qilish bo'yicha to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa albatta moddiy va protsessual huquq normalarini yaxshi biladigan, ishni sizning foydangizga hal qilib bera oladigan tajribali mutaxassis kerak bo'ladi. To'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat va ma'lumotlar hamda mazkur ma'lumotlarni sudga to'g'ri yetkazib bera oladigan mutaxassis tajribasi birlashsa, iqtisodiy sudlarda ishni sizning foydangizga hal qilish ehtimoli baland bo'ladi. Agar sizga ham tajribali va malakali advokatlar jamoasi xizmati kerak bo'lsa, Konstat advokatlik firmasi eshiklari siz uchun ochiq. Xizmatlarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Jamshid aka, quruvchilar tomonidan kelishilgan shartnoma bajarilmadi. Shartnomani bekor qilmoqchiman. Nima qilishim kerak? Sudga beraymi? Abdulloh, bu bugungi kunda ko'p uchraydigan holat. Hozir ishni sizni foydangizga hal qilish uchun nimalar qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Albatta, iqtisodiy sudga ishi tushgan har bir tadbirkor ish uning foydasiga hal bo'lishini xohlaydi. Buning uchun nimalar qilish kerak? Sudda ishni yutish uchun birinchi navbatda yuridik jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan shartnoma hamda mazkur shartnomani ijro qilish bo'yicha to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa albatta moddiy va protsessual huquq normalarini yaxshi biladigan, ishni sizning foydangizga hal qilib bera oladigan tajribali mutaxassis kerak bo'ladi. To'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat va ma'lumotlar hamda mazkur ma'lumotlarni sudga to'g'ri yetkazib bera oladigan mutaxassis tajribasi birlashsa, iqtisodiy sudlarda ishni sizning foydangizga hal qilish ehtimoli baland bo'ladi. Agar sizga ham tajribali va malakali advokatlar jamoasi xizmati kerak bo'lsa, Konstat advokatlik firmasi eshiklari siz uchun ochiq. Xizmatlarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin.